Hammaga salom do'stlar, xo'sh. Hammani ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda biz DLC 26 o'yinini o'ynab mazza qilamiz. Qani bo'lmasam boshladik do'stlar. Xo'sh, biz DLC 26 o'ynayotganimizga naqd 1 oy bo'ldi va nihoyat endi YouTube ga kontent qilishni boshlaymiz. Faqat DLC haqida Dream League Soccer. Qani bo'lmasam ketdik hozir bizda. Xo'sh, transferda yaxshi o'yinchilar kelgan. Courtois, lekin menda Alisson bor. Birinchi bo'lib tarkibimizni sizlarga tanishtirsam. Xo'sh, boshladik. Shkolat tarkib. Darvozada Alisson 86. Xo'sh, Rebe, Hakimi, mana Hakimi. Himoyada Virgil van Dijk, Gabriel, Theo Hernandez. Yarim himoyaga kelsak, Federico Valverde 86. Bruno Fernandes 85. Pedri Gonzalez 85. Hujum Muhammed Salah 85, Erling Haaland 87, Rafinha 86. Xo'sh, endi bizda zaxiraga keladigan bo'lsak, Van de Ven tezkor himoyachilardan biri, Antonio Rudiger, Strange juda ham zo'r, Cristiano Ronaldo va Lionel Messi ikkita quvat va eng zo'r primelardan biri bu Luka Modric. Ajoyib tarkib. Endi bo'lmasam bizda hozir mana shu bilsangiz kerak, siz ham Dream Points yig'asiz ham va o'yinchi olasiz. Bizning birinchi special playerimiz o'z kim tushishini noaniq. Bismillahirrohmanirrohim deb bosdik. Va bizga kim berar ekan? To'g'risi Rivaldo esa xursand bo'lardim. 83 bo'lishi ham mumkin. Bilib olamiz hozir. Menimcha himoyachiga o'xshayapti. Rivaldomi? Do'stlar, Rivaldo demoqchi edim. Mateus do'stlar. To'g'risi menga zarur edi shunaqa o'yinchi. Ajoyib do'stlar. Mateus. To'g'risi Mateusdan deb o'ylagandim men. Ajoyib. Men Bruno Fernandes o'rniga qo'yaman endi buni. Mateus do'stlar. Uji video va ajoyib o'yinchi Mateus. Rahmat senga special player. Mateus bizniki bo'ldi. To'g'risi kutmaganim, Rivaldo deb o'ylagandim, keyin Mateus bo'lib ketdi do'stlar. Ajoyib. Yaxshi, Bruno Fernandes endi o'ynamaydi. Xo'sh, tarkibimizni ajoyib qilib tayyorlab olamiz. Mateusni albatta kuchaytiramiz. Xo'sh, bizda Quatch Specialdan 3 ta yig'ib qo'yganman shu aynan Mateus uchun. Xo'sh, stamina bu yerda shotga beramiz, pasga beramiz. Va Mateus bizda 87. Xo'sh, ketdik. 3 ta bor bizda hozircha. Shularni ishlatib turamiz. Stamina albatta, kontrol va speed. 88 Mateus. Yaxshi. Va oxirgisi. Xo'sh, speed, pas, shot. Va bizda Mateus 88. Ajoyib. Ayniqsa staminasi 95 bo'lib ketdi. Va buni yana yig'ib, biz yana kuchaytiramiz hali. Do'stlar. Hali yana yig'amiz. Xo'sh, Mateus ajoyib tarzda hozir. Mateus 88 qildik. Xo'sh, kapitanlikni shu bolaga beramiz endi. Mateus hozirda hammasini shunga beramiz. Kamera. Ya, buni bermasak ham bo'ladi. Buni Pedriga berib qo'yamiz. Bo'ldi. Xullas, Mateus juda ham ajoyib o'yinchi. Tarkibimiz juda ham ajoyib bo'ldi. 85-4. Xo'sh, bizning nimamiz 42 uровень. Tierimiz esa 15 hozirda. Unchalik qiziqmayapman tierga, to'g'risi qiziqish kerak. Xo'sh. Ajoyib tarzda ketyapti. Xo'sh, bu yerda tekinga bir ekan. Olib qo'yamiz buni ham. Xo'sh, yaxshi. Xo'sh, bu yerda nimalar bor? Mana. Shulardan bittasi tushamaydi, lekin bizda endi Mateus do'stlar. Kutgandim, lekin
kutmagandim men sen biladi, lekin menga kerakli o'yinchi Mateus edi, lekin bu yer eng zo'ri Rivaldo, lekin menga keraklisi Mateus edi. Va Mateus menga tushdi. Ajoyib. Xo'sh, bizga Mateus, wow. Mana bu yangi tushgan o'yinchimiz kerak emas endi. Fitnessga berib yuboramiz va tarkibimizdan bir kishini yo'qotamiz. O'sha ham mayli do'stlar. Michael Van de Ven. Xayr. Modric lekin berish niyatim yo'q hali. Mateus lekin prime. Bu do'stlar. Bundan ikkita ekan, Hakimiga tushdi. Haalandga tushsa yaxshi bo'lardi, Rudigerga tushdi. Xo'sh, bunga kimga tushadi? Ikkisiga Salah 86 bo'ldi. Yaxshi, Pedri ko'tarmadi lekin. Strange'ga tushdi ikkalasiga. Udar bilan shu kontrolga tushsa yaxshi bo'lardi. Xo'sh, Salah 86. Ajoyib. Bomba. Xo'sh, endi bu tarkib bilan albatta bitta o'yin o'ynash kerak. Qani bilmasam, ketdik. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Mateus. Boshladik. Xo'sh, DLC'ga ham ancha kirishib ketdim. Albatta men FC Mobile'ga hozir o'ynamayapman FC Mobile. Faqat fikrimni DLC'ga qaratganman. Xo'sh, Mateus tezlik yo'q albatta. Lekin 80+ tezligi menga bu yoqdi. Staminasi lekin juda ham ajoyib ekan bolani. Xo'sh. Pedri Gonzalez, Erling Haaland, Fede, Mateus hujum. Mateus dan yaxshi. Pedri, Rafa, Mateus, Fede, Mateus. Yaxshi. Kontrollari ham normalniy va udar o'ziga yarasha. Eng kuchlisi lekin bu yerdan bilib qo'yinglar. Bilganlaringiz baribir yaxshi. Rivaldo. Ikkinchi o'rin albatta Mateus turadi. Lekin menga keraklisi shu Mateus edi. Va Mateus tushdi ana. Xo'sh, Mateus menimcha bu eng yo'q va gol Mateus. Birinchi goli. Ajoyib gol, yaxshi. Xo'sh, davom etamiz. Albatta keyingi videolar ham albatta qiziq bo'ladi. O'yinchilarimizni kuchaytiramiz. Har xil o'yinlar o'ynab, o'yinchilar sotib olamiz. Albatta hozir men pul yig'yapman. Har xil o'yinchilar olishga, menimcha ikkinchi special playerni olishga vaqt yetmasa kerak. Lekin men harakat qilaman. Shunaqa. Mateusdan pushka kutamizmi? Mateus nima? Menimcha bu tushunmayapman hozir nima bolalar. Men hozir buni gol deb o'yladim. 100% gol deb qani? Golku. Golku bu do'stlar. Mateus gol urdi. Mana. Mana shtanka bo'lib kiryapti. Nega hisoblashmadi do'stlar? Golku bu. Mateus gol urdi-ku. Bilmadim. DLC'da ham adolatsizliklar bo'lib turar ekan. Lekin gol edi bu. Mateus kontrol, stamina prime. Stamina va kontrol bo'yicha prime. Mateus. Xo'sh, ikkinchi taymimiz Mateus lekin gol edi-da. Qaytib ko'rsatdim sizlarga. 3-4 martalab. Gol edi, qani paslari ham yaxshi.
Postlaryan Primski. Xo'sh. Rafa. Hakimi. Sekin kuchaytiramiz endi sizlar bilan shu akkauntni. Albatta bu akkauntni qaysidir obunachimga berib yuboraman. Pedri Gonzalez yaxshi. Hakimi, Mateus, ajoyib. Mo Salah. Ancha charchab qolibdi. O'yinchilarimni kuchaytirish kerak. Mo Salah. Mayli. Yaxshi. Offside. Hamma kutgandek offside. Xo'sh, Mateus himoyada ham o'ynab bera olsa kerak menimcha. Mateus kontrol ketdik. Staminasi lekin ancha yaxshiligi bilinib turibdi-da, ya'ni. Hali ham charchagan yo'q. Ajoyib ekan bola. Xatolar lekin ko'p bo'lyapti. Mateus staminasiga qo'yil qoldi. Staminasini 100 qilamiz kamida. Albatta. Bu yaxshi gol Mateus. Biz Mateusdan hali 6 ta 100 chiqarishga harakat qilamiz. 7 ta chiqarmasam ham 6 ta chiqaraman. 7 tani 3 ta kuchaytirish bilan chiqarsam bo'ladi. Shunaqa. Yaxshi, xo'sh. Hakimi yaxshi. Valverde, Federico, Pedri Gonzalez, Federico. Albatta kanalga obuna bo'lamiz. Faqat DLC yangiliklar chiqadi endi. FC Mobile degan narsani unutamiz. Faqat Dream Liga Soccer. Mateus qani? Orqamizda qolib ketdi. Valverde bilan bitta suqishga harakat qilmoqchi edim. Yo'qshamadi. Albatta akkauntim hali yangi. Buni albatta full qilib qaysidir obunachimizga beramiz. Yaxshi. G'alaba. Mateus albatta birinchi o'rin oldi. 9 menimcha 8 uchigan mayli. Xo'sh. Yaxshi. Kim kelgan? Hech kim. Menimcha 115 mingga yeta olmasam kerak. 115 mingga yetishim uchun 50 mingta yig'ishim kerak. 30 kun ichida, bir oyda. Har bir kunda 20 mingtadan yig'sam to'g'ri kelishi ham mumkin. Yaxshi, xo'sh, harakat qilib ko'ramiz lekin. Rivaldoni ushlashga albatta. Xo'sh, bizda qaranglar. Mana bu yerda 20 urvendan o'tgandan keyin Clans degan joy ochiladi. Mana shu yerda. Mana revarsga kirsa 9 kun vaqt beriladi albatta bunga 10,9 kun. 3 ichida yig'ib borishingiz mumkin. Har o'ynaganingizda 2000 ta beradi. Onlayn o'ynaganingizga 4000 ta beradi. Ssenariy o'yinlarga 3000 ta bersa kerak. Xo'sh, mana 10,000 ta yig'sangiz shuncha bo'ladi. Menimcha biz mana shu yergacha yig'dik. 11 soatdan keyin tugaydi. Va bu yerda odamlar 50 kishi qatnashib biladi, o'zbekda 49 kishi. Bu yerda mening o'zim birinchi o'rinman. Juda ham ajoyib. Endi mana tarkibimizga kirib from post bossak, mana buni bossak 91 bo'ladi. Ajoyib. Staminasi 97 bo'lib ketdi. Endi men kuchayib ketdim. Albatta bu 2 ta o'yin uchun 91 yaxshigina o'ynab bera oladi lekin.
sizga tavsiya etib qolaman. Ajoyib. Ikkita o'yinga bemalol o'ynaydi bola. Xo'p, bugungi videomiz juda ham ajoyib bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda ham ajoyib video tayyorlaymiz. Hammaga xayr, sizlar bilan DLC Komilov edi. Xayr.